Bizning dinimiz ham har doim bizlarni boy bo'lishga chorlagan. Odam alayhissalom davridan boshlab insonlar har doim yeb ichishga, kiyim-kechakka ehtiyoji baland bo'lgan va hozirgi kunda ham bu ehtiyojlar hech qachon tuganmas bo'ladi. Tuganmaslik bor ekan, insonlarga har doim nimadir kerak ekan, demak sizda imkoniyat bor tadbirkorlik bilan shug'ullanishga. Har bir inson o'zi uchun nimadirni doimiy tarzda xarid qiladi va zarurat bo'ladi. Bu insonlarning ehtiyojini qondirish uchun har qanday mahsulotlarni brend darajasiga chiqarish va ularni insonlarga kerakligini tushuntirish orqali o'z biznesimizni yo'lga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Balki siz oddiy ayol sifatida o'zingizni kichkinagina biznesingizni boshlab turib ham doimiy tarzda moliyaviy mustaqil ayol bo'la olishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani siz hech qachon oilangizdan ajralgan holda biznes qilishga majbur emassiz, balki mukammal oila egasi ham chiroyli biznes qilishi mumkin. Siz ham ular qatorida bo'lishni esdan chiqarmang.